Hayit dasturxonimizni ko'rki bo'ladigan o'zimizning milliy shirinligimiz holvani uy sharoitida osongina tayyorlaymiz. Idishga suv va shakarni solib, o'rta olovda qaynatib olamiz. Qaynab chiqqanidan keyin 14-15 minut shu olovda qaynatishni davom ettiramiz. Qiyomni tayyor bo'lganini sovuq suvga tomizganimizda yig'ilsa tayyor bo'ladi va gazni o'chiramiz. Alohida idishda xona haroratidagi sariyog', qaynoq qiyomni ehtiyotkorlik bilan solib, saryog'i eriguncha aralashtiramiz. Suxoy molokoni birdaniga emas, ikkiga bo'lib solamiz. Tez-tez aralashtiramiz va qolipga joylaymiz. Ustiga uyingizda bor yong'oqlardan foydalansangiz bo'ladi. Kamida 2 soatga xolodilnikka yuboramiz. Ishoning, mazasi birga bir o'xshab, yana ham mazali bo'ladi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Bu holvalar dasturxonimizni ko'rki bo'lishi aniq. Podpisatsiya tugmasini bosib, menga podpisatsiya bo'lib oling birgalikda ajoyib taomlar tayyorlaymiz.